Dunyodagi eng sovuq shaharlar qaysilar? Bugun top 7talikni birgalikda birma-bir ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlar yanvar oyidagi o'rtacha sovuqlik darajalari bilan hisoblangan. Demak, listimizning 7-o'rnida Xitoyning Harbin shahri. Harbin shahridagi o'rtacha harorat -19.4 gradusga teng ekan. 6-o'rin Alyaska shtatining Fairbanks shahri. Fairbanks shahridagi o'rtacha harorat -21.7 gradusga teng ekan. 5-o'rin Mongoliya poytaxti bo'lmish Ulan-Bator shahri. Ulan-Batordagi o'rtacha harorat -24.6 gradusga teng va ushbu shahar dunyodagi eng sovuq poytaxt shahar ham hisoblanadi. 4-o'rin Amerika Qo'shma Shtatlarining Barrow shahri. Barrow shahrida yanvar oyidagi o'rtacha harorat -25 gradusga teng ekan. 3-o'rin Kanadaning Yellowknife shahri. Yellowknife shahridagi o'rtacha harorat -27.9 gradusga teng. 2-o'rin Rossiyaning Norilsk shahri. Ushbu shahardagi o'rtacha harorat -30 gradus atrofida ekan. Demak, 1-o'rin Rossiyaning Yakutsk shahri. Bu shahardagi o'rtacha harorat -40 gradusgacha soviydi. Bu shahar dunyoning eng sovuq shahri hisoblanadi.